Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz muxlislarimiz. Mana bugungi murojaatim estradamiz yulduzi Adham Soliyevga. Adham aka bundan 7 yil ilgari, ya'ni 2018-yilda 3 ta yaxshi she'r bergansiz, ashula qilib berish uchun. Shu ashulamda prova qo'rqan duppa usulga Men qo'limdan kelgancha bu she'rlarni kuyga solganman. Ayrimlari sizga ham ma'qul bo'lgan. O'sha zo'r tanlabsan. Faqat o'sha kupletni qaysidir qatorni 2 marta qaytarish kerak deyman-da. Lekin shulardan birontasini aytib chiqmadingiz. Endi shularni birin-ketin men o'zim xalqimizga, aziz muxlislarimiz uchun taqdim qilmoqchiman. Marhamat, Botir Ergashev so'zlari bilan meni onam kutyapti Qashqadaryoda. Umrin uzoq qildi, haqqa yolvoray. Unday mehribon yo'q menga dunyoda. O'g'il bo'lib bir bor sal tezroq boray. Meni onam kutyapti Qashqadaryoda. Bir sog'inch azobi misli ming darra. Menga onam poying ulug' marra. Do'stlarim sizdan ham ko'proq ming karra. Meni onam kutyapti Qashqadaryoda. Bosib bo'lmas buncha og'ir qadamlar. Undan uzoqligim qilar alamlar. Yo'llarimni to'smang qoshi qalamlar. Meni onam kutyapti Qashqadaryoda. Bizni xo'p yashnatib baxt aylab to. O'zining kiygani oddiy bir mato. Onani kuttirish eng mudhish xato. Meni onam kutyapti Qashqadaryoda. Mashhurlikni qo'yib kuylardan qochib, boray poyi uzrab borimni sochib, saroy darvozadek bag'rini ochib. Meni onam kutyapti Qashqadaryoda. Borib tez qaytaman, qolib ketmam jim. Yig'lama, siqtama yuragi o'g'lim. Seni onang mana yoningda o'g'lim. Meni onam kutyapti Qashqadaryoda.